alaykum. Hurmatli mehmonlar, ota-onalar, aziz o'quvchilarimiz. Qadr-qimmatim, tayanchim va iftiqorimsan mustaqil O'zbekiston shiori ostida o'tkazilayotgan Istiqlol shodiyonalarining 22 yillik tantanalari davom etayotgan ushbu nurafshon tongda olam quvonch, ulkan orzular bilan ona maktab bag'riga xush kelibsiz. Ona kabi g'amxo'r bir ustoz sifatida ushbu dargohning ilk tantanalarini boshlab berishni mamnuniyat bilan o'z zimmamga olaman. Mening yonimda esa maktabimiz faxriga aylangan eng iqtidorli o'quvchi, Bilimlar bellashuvi respublika bosqichi g'olibi Shahodatxonim Iskandarova bo'ladilar. Good morning, dear friends and dear parents. Today is the happiest day for us. We congratulate you with the Day of Knowledge and Independence Day. We wish you success on your study. Rahmat. Maktabim, och bag'ringni, keng qilib quchog'ingni, farzandlaring yana keldi, yoqqali o'chog'ingni. Xalqimiz, sensan vatan, sensan ona, sensan eng aziz dargoh. Issiq bag'ring, qaynoq taxting, sensan eng yaxshi hamroh. Urganch shahar 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida Mustaqillik kuni va bilimlar kuniga bag'ishlangan tantanali yig'ilish ochiq deb e'lon qilinadi.
diyorimiz O'zbekiston oldida turgan barcha ezgu maqsadlarning ro'yobga chiqishi, xalqimizning ertangi kuni farovon hayoti avvalambor kamolga yetib kelayotgan o'quvchi yoshlarimizning porloq kelajagi bilan o'ziga bog'liqdir. Shu boisdan ham mustaqilligimizning dastlabki kunlaridanoq yoshlarga har tomonlama imkoniyatlar va qo'llab-quvvatlash eng ustuvor vazifaga aylangan. Ana shu yo'lda siz aziz o'quvchilarga katta umid va ishonch ko'zi bilan qarayotgan ota-onalar, shahar xalq ta'limi muassasalarini tashkil qilish va ta'minlash bo'limidan, viloyat xalq ta'limidan, shahar hokimligidan, mahalladan va mehnat faxriylari bugun tadbirimizga tashrif buyurganlar. Hozir hurmat bilan so'z 11-mahalla fuqarolar yig'ini raisi Azizmuratov Hamidjon Atamuratovga. Hürmetli jajji, o'quvchilarimiz, bolalarimiz, bizlarimiz, hürmetli ota-onalar. Men yine şu marş, yani müstakilligimizni 22 yıllık nasib bilan birgalikda yine şu birinci kongres dasturlari yine Majaraxon maktab direktorlari yine acayip so'zlarni so'zladilar. Yine bütün hamma narsa shu chaqaloqlar uchun. Çünkü bu bolalarimiz, şu bizlarimiz maktabda kirishlarni parchalar qilganlar. Şöyle de bir çet dilimga de başka nimalarni fundament qo'yadilar. Avvaliman shu maktabda ularni yana bir ikki pog'ona, undan ham ziyod pog'ona shu ajoyib deb o'qib, ota-onalar bilan birgalikda tarbiyasini berib, shu yurtimizga kerakli bir ajoyib jajji bolalarimiz hadamiy vaqt o'ttirdi. Xudo xolasa ajoyib bo'lib, ular shu bolalarni bitkazgan deb shu hammamizga tabriklab o'tish nasib etsin. Qolaversa yine 12. yıl dekabr aylarında prezidentimizle kurgan Xorazm vilayetimizde itibarı katta güçlü. Çünkü hazine köşelerini görsangiz tanıydığım derecede bo'layotdi. Acayip kollejlar, yaxshi tatu universitetni bitkazyaptilar, qurilishini topshirilyapti tez arada. Iloyim shu genç bolalarimiz şu o'qishlara, dargohlara girib o'qib bitkazib, shu tabriklab o'tish nasib etsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Hammangizni tabriklayman. Sizning ham mahallamiz, shahrimiz ravnaqli yo'lida qilayotgan ishlaringizdan ulkan zafarlar tilaymiz. Bugungi kunda yuksak taraqqiyot bosqichida turgan ona yurtimiz, xususan viloyatimizda olib borilayotgan bunyodkorlik, ijodkorlik ishlariga hech birimiz befarq emasmiz. Barchamiz bu yo'lda faol bo'laylik. O'tgan o'quv yilida qo'lga kiritilgan muvaffaqiyatlarni salmog'ini yanada kengaytirgan holda bu yangi o'quv yilida ustozlarimiz o'z ishini ijodkorlikka, tashabbuskorlikka yo'naltirib, o'quvchilarimiz esa o'z intellektual salohiyatlarini fan olimpiadalarida, bilimlar bellashuvi, prezident asarlari bilimdonni, yangi avlod va qator turli tanlovlarda, sport musobaqalarida, jamoat yoshlar ijtimoiy harakatida faol o'rinlarni egallab, maktab shon-shuhrati uchun kurashadilar. Mustahkam hayotiy pozitsiyani erishishga eng muhim vazifa deb biladilar o'ziga. Maktab ulkan orzular pillapoyasi. Ushbu orzulari yuragida jo'sh urib turgan, bugun maktab ostonasiga ilk bora qadam qo'ygan jajji o'g'il qizlarimizning hayajoni cheksiz. Bu o'quvchilarimiz bugun yurtboshimizdan
12 nomdagi o'quv qurollari va ingliz tilidan o'quv ishlanma olib, xursandchiliklarini mana o'zlarining tashakkur so'zlarini va yurtboshimizga bo'lgan rahmatlarini o'z kompozitsiyasida izhor qilmoqchilar. 7 yoshga to'lib qolding, maktab jonga kulib kelding. Maktabdagi o'g'il qizlar, o'quvchisiz endi sizlar. Gazzalar qilib sizga sovg'a qilaman. Bobom bergan daftarlarga iflos qilmay yozsam men chiroyli
yig'ilishimizning hayajonli daqiqalari yetib kelmoqda. Endi biz 1-sinfga qadam qo'ygan o'g'il-qizlarimizni maktab qo'ng'irog'i sadosi ostida sinf xonalariga kuzatib qo'yamiz. Ularni sinflaridan yurtboshimizning 12 nomdagi sovg'alari kutmoqda. Marhamat. Kimlar parlanavar?
Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Hurmatli jajji, bilimdon o'quvchilarim, bolajonlar. Bugun siz ilk bora maktabga qadam qo'ydingiz. O'quvchi bo'ldingiz. O'quvchi bo'lganligingiz bilan sizlarni tabriklayman. Sizlarni o'quvchi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Mana hozir oldingizda prezident sovg'alarini ko'rib turibsizmi? Yoqdimizlar? Juda yaxshi. Sizlarga kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik tilayman. Faqatgina a'lo baholarga o'qishingizni tilab qolaman. Ustoz, mana shu jajji o'quvchilarni o'qitishingizda sog'lik, salomatlik, kuch-quvvat tilayman. Har doim mana shunday chiroyli bo'lib yurishingizni ma'lum qilaman. Siz ham ishlaringizni omadlar tilayman. Salom o'quvchilar. Salomat bo'ling. Juda yaxshi. Siz maktab qonun qoidasini o'zlashtirib olibsizlar. Yaxshi o'quvchilar bo'libsizlar. Hammalaringiz xursandmisizlar? Bayram yoqdimi bugungi? Sinfga kirsangiz nimalar turibdi mardan ustida? Yo'q.
Papka. Bu papka sehrli papka. Kim yubordi bu papkani sovg'alar bilan? Prezident bobomiz yubordilar. Qani mana tushuntirib beringlar, qani papkani ichida nimalar bor ekan? Qani? Hozir ko'rsataman, siz aytamiz. Marhamat, bu nima? Vaselinni nima yasaymiz? Hayvonlarni buyumlarini yasaymiz. Xo'p, bu nima? Qalam, rangli qalam, to'g'rimi? Hammada bormi? Qani ko'rsatinglar-chi. Rangli qalamlaringizni ko'rsatinglar-chi. Judayam yaxshi. Rangli qalamlarni nimada ishlatamiz? Qaysi daftarda? Rasm daftarida. Qani rasm daftarimiz? Mana rasm daftarimiz. Hamma rasm daftarini oldi. Men o'ylayman, hamma o'quvchi rasm chizishni yaxshi ko'rsa kerak. Judayam yaxshi. Rasm daftarini o'zida bir ajoyib tabiat yasalgan. To'g'rimi? Qani qaranglarni. Tabiat judayam zo'r. Mana endi yana bu rasm daftari uchun nima berilibdi? Bo'yoq ko'rsatdik, hammalarimiz ko'rsatdik bo'yoqni. Judayam yaxshi. Bo'yoq. Mana endi alma. Sumkaning ichida sumkacha bor ekan. Qani ko'rsatdik, sumkaning ichida sumkacha. Qani ko'rsatamiz, zammamiz. Qalamimiz ko'rsatamiz. Bu qalamdon. Qalamdonning ichida nima bor? Qani ichida olib chiqdik. Qalamlar bor. Hop. Yana nima bor? Ruchka bor. Yana nima bor? Qarang, nima bor? Yelim. Yelimni nima bilan ishlatamiz? Hozir men sizga ko'rsataman. Qani, rangli qog'ozlarni ko'rsatamiz. Rangli qog'ozlar judayam yaxshi. Hammada sovg'a bor, qanday go'zal. Demak, bu yelim bilan ishlaydigan rangli qog'oz. Aplikatsiyalar qilamiz. Qani endi daftarlarni oldik. Daftar bormi ekan hammani sumkasida? Papkada daftarlar bor. Qani mana shunday qilib boramiz, mana bu daftarni tutib. Soni ishlatib tutamizdan sonimiz daftarni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Yozuv darsidan 6 matematikadan. Mana daftarlar hammada bormi? Judayam yaxshi. Judayam sifatli daftarlar ekan. Qarang. Judayam yaxshi. Demak, qani endi prezident bobomizga nima deymiz? Rahmat deyish bilan birga yana nima deymiz? Yaxshi o'qiymizmi? Tartibli bo'lamizmi? Judayam yaxshi. Bo'lmasam hammalaringizni o'qishlaringizga bo'lmoqga. O'g'lingizdan, qizingizdan ustozlar. Joy oldingiz bir umrga, shogird yurak ko'ridan. Mo'min hayot darsin o'qir, o'zingizdan ustozlar. Mo'min hayot darsin o'qir.